Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Teacher Shahlo va bugun siz bilan ingliz tilida speakingda zo'r yorvoradigan bitta zo'r mavzuni o'tib beraman va bundan keyin umid qilaman I hope that and I believe that aynan mana shu bugungi mavzudan keyin men o'ylayman sizda hech qanaqa speakingda ingliz tilini o'rganishda speakingda qiyinchiliklar, qanaqadir chalkashliklar, chigalliklar bo'lmaydi. Chunki bu metodikada ingliz tilini o'rganish sizga yana ham yaxshiroq, effektivroq ishlashga yordam beradi. Hop, birinchi navbatda aytib o'tmoqchiman. Nimaga aynan o'zi o'quvchilar gapirayotganda, ingliz tilini o'rganayotganda aynan speaking kelganda qiynalishni boshlashadi, qiyinchiliklarga uchrab yaxshi gapira olmaydi. Yokida 1 yil, 2 yildan beri o'qiydi, lekin hattoki 1 oyda, 2 oyda erishishi mumkin bo'lgan natijalarga erisha olmaydi. Shuncha paytdan beri nimaga deydigan bo'lsangiz, ular shunchaki noto'g'ri metodikada ingliz tilini o'rganishgan bo'ladi va aynan bugun siz bilan bizni qanday qilib to'g'ri metodikada ingliz tilini o'rgansa va zo'r samarali tarzda ingliz tilini zo'r o'rganish mumkinligi haqida gaplashamiz. Demak, boshladik o'rtoqlar. Ho'p, birinchi navbatda hello guys, ingliz tilida sizni eng ko'p qiynaydigan narsa bu speaking bilaman va bu darsni va bugungi o'tib beradigan darsimni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki agar bugungi darsni ko'rmaydigan bo'lsangiz, afsuslanib qolishingiz mumkin. Xo'p, ingliz tilini o'rganishingiz shart. Speakingizni qanchalik muhimda bilamiz. Har bitta o'quvchi, har bitta inson hozirgi paytda ingliz tilini o'rganmasa, bir pog'ona pastga tushib qolayotgandek bo'ladida. Misol uchun ishda bo'ladimi, sayohat uchun bo'ladimi, o'zingiz uchun bo'ladimi, shunchaki hobbi uchun bo'ladimi, baribir qaysi nuqtada bo'lishidan qat'iy nazar siz ingliz tilini o'rganishingiz kerak bo'lyapti. Chunki farzandlaringiz uchun kerak bo'lyapti kelajakda yokida hozirgi paytda bolalaringiz bilan gaplash uchun sayohatlarga chiqyapsiz kerak bo'lyapti. Ishingizni o'zgartirmoqchisiz kerak bo'lyapti, yuqori levelga ko'tarmoqchisiz kerak bo'lyapti. Kommunikatsiya qilmoqchisiz, yangi odamlar bilan tanishmoqchisiz, yangicha innovatsiyalar, yangicha texnologiyalarni o'rganmoqchisiz, unda ham ingliz tili kerak bo'lyapti sizga. O'shaning uchun bugun siz bilan ingliz tilida qanday qilib tez va samarali gaplash mumkinligini o'rganamiz va aynan siz bilan bugun praktika qilib ko'ramiz va umid qilaman bugun juda ham vaqtingiz samarali o'tadi va ketgan vaqtingizga achinmaysiz, chunki bugun juda ham yaxshi narsalarni siz bilan o'rganamiz. Qani ketdik. Demak, o'rtoqlar, bu video darsini kimlar uchun deydigan bo'lsam, gaplarni bir-biriga ulab, tez va ravon gapira olmaydiganlar uchun. Aytaylik, siz qancha paytdan beri ingliz tilini o'rganyapsiz, lekin hali ham sizda muammolar yetarlicha bor, ularni bartaraf qilish kerak va bugun videoni ko'radigan bo'lsangiz, bugun dars ko'radigan bo'lsangiz, aynan mana shu muammolar hal bo'ladi. Ideyalar kelmasligi sababi speakingni ko'p pauz qiladiganlar uchun. Deb qotib qoladiganlar bor oramizda. Aynan bugun mana shu o'quvchilar uchun zo'r narsalar o'rgataman va bundan keyin mana shunaqa pauzlaringiz kamayishni boshlaydi. So'z yodlashga qiynaladigan yoki yodlagan so'zlarni esdan chiqarib qo'yadigan o'quvchilar uchun bilaman, juda ham biz ko'p so'z yodlaymiz. Esdan shirilib ham avval uxlaganimizda ham, turganimizda ham doim o'sha narsani yodlaymiz. Lekin ishlatishga kelganda yo'q, chunki bizda hamma baza passiv bo'lib qolyapti. Passivga ong ostiga tushib qoladi va uni aktiv ishlata olmasak, farqi yo'q. 100 mingta lug'at yodlamaymiz, ishlata olmaydigan bo'lsak, hammasi bir teng. Va grammatikalarni chalkashtirib yuboradigan, ayniqsa zamonlarni moslashni bilmaydigan o'quvchilar uchun bugungi dars va bugungi dars oxirigacha ko'rishingiz o'shaning uchun ham shart. Demak, birinchi navbatda tanishib olamiz. Xo'p, o'zi ismim Shahlo. Teacher Shahlo. Instagramda, Telegramda ko'p o'quvchilar meni Teacher Shahlo nomi bilan yaxshi tanishadi. Xo'p, bugun birinchi darsdanoq o'zimni gapirtiradigan metodikamni sizga o'rgataman. Men jahon tillarida o'qiganman. Bu yoqda ko'rib tursangiz bo'ladi, bakalavr davrim. Abituriyentligim va universitetdagi o'qiyotgan paytim. Nimaga aynan o'zi speakingda o'quvchilarga yordam berish xohlayman deydigan bo'lsak, chunki bu o'zim og'rig'im. Birinchi navbatda o'zim birinchi kursda ingliz tilida o'qib turib, jahon tillarida, Inyazda filologiya fakultetida o'qib turib, ya'ni budjet gruppada o'qib turib, ingliz tilida gapira olmaganman. Speaking juda ham yomon bo'lgan, даже yo'q bo'lgan, birinchi kursda umuman gapira olmaganman. O'shaning uchun bu birinchi navbatda o'zimni og'rig'im va aynan mana shu o'zimni RSP metodikam, bu shaxsan o'zimni metodikam, uni o'zim o'ylab topganman. O'zbekistonda boshqani qiladi yo'q, hammani o'ziga yarasha metodikasi bo'ladi va lekin men xohlayman o'quvchilar tezroq samarali tarzda ingliz tilini o'rganishini. O'shaning uchun aynan mana shu metodika orqali o'zimni gapirtirganman o'rtoqlar. Xo'p, o'zim undan keyin birinchi navbatda bakalavr jahon tillarida o'qigan bo'lsam, keyin magistraturani Amerikani bilamiz. Bizda Webster universitet bor. Amerika universiteti Websterda o'qiganman. Xullas, bizda filiali bor O'zbekistonda, ana shunda o'qiganman. Juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Aynan mana shu yerda meni teachingdagi bo'lgan bosqichim, rivojlanishim, o'sishim boshlanib ketgan, chunki xalqaro
standartlarga javob beradigan ta'lim sistemasida o'qiganman. Jahon tillarida faqatgina bakalavr bosqichi, ya'ni O'zbekiston sistemasini olgan bo'lsam, aynan mana shu Websterda universitetda o'qish davomida man xalqaro tajribaga ega bo'lganman va hozirgi paytda xalqaro darajadagi ustozman. Va bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, aynan RSP metodikam orqali birinchi onlayn o'qitgan o'quvchilarim, chunki men bundan oldin ko'pincha offlayn ishlaganman va birinchi onlaynda RSP metodikam orqali 20 ta o'quvchini o'qitganman. O'shalardan bu yerda yarmi qolgan kechroq kelgan va bizada chet tildan ko'p o'quvchilar bo'lgan. Menda o'zim chet tilda o'quvchilar yaxshi o'qishadi. Koreyadan, Tojikistondan va yana boshqa viloyatlardan o'quvchilar kelgan va aynan ular bilan biz onlayn ishlab turib 2 oyda zo'r samarali ingliz tilini o'rganishni boshlaganmiz. Xo'p, hozir esa men o'zimni mualliflik metodikasiga ega, kurslari va kitoblariga ega, 5 yillik tajribaga ega xalqaro toifadagi General English Teacher, English Speaking Coachman va bundan tashqari Toshkent davlat tibbiyot universitetida o'qituvchilarga va hamda hind talabalarga dars beraman. Bilamiz, bizda international o'quvchilar bor. Va ularga bilasizmi, men ularga ham ingliz tilida dars o'taman, ham o'zbek tilini o'rgataman. To'g'ri eshitdingiz, hind talabalarga ingliz tilidan o'zbek tilini o'rgataman va aynan mana shu o'rgatayotganimda ham o'zimni shaxsiy metodikam orqali ularga o'zbek tilini o'rgataman. Chunki bu metodika shunaqa optimal tuzilganki, hammaga to'g'ri keladigan darajada. Va o'shaning uchun o'ylayman, siz bilan yaqindan tanishib oldik. Xo'p, to'g'risini aytadigan bo'lsam, oddiy o'qituvchiman o'rtoqlar. Faqat ingliz tilida dars beraman, o'quvchilarga ko'proq ingliz tilini o'rgatishga yordam beraman va aynan mana shu orqali ozmi ko'pmi nimagadir erishganman hayotim davomida. Misol uchun, birinchisi ko'rishingiz mumkin, ota-onam ularga o'zimni mehnatim orqali birinchi marta sayohat sovg'a qilganman. O'zim ishlab topgan pullarimga surpriz qilib juda ham xursand bo'lishgan. Har bitta ota-ona farzandidan rohat ko'rish xohlaydi-da, har bittamiz. Va biz farzand bo'lib turib doim ota-onamizga birinchi marta qilishimizni, ota-onamizga misol uchun qanaqa yaxshi farzand ekanligimizni doim ko'rsatishga harakat qilamiz. Aynan mana shu narsa menda ham bo'lgan. Ota-onamga birinchi marta Dubayga sayohatga bilet olib berganda juda ham xursand bo'lishgan va ularni bu birinchi sayohatligi edi. Chunki bundan oldin menga ukalarim, singillarimga juda ham katta investitsiya qilishgan. Shaxsan men o'zimga $20,000 ko'proq pul ketgan. Mana shu darajaga yetib kelishimga universitetim, abituriyentligim, magistraturam, hamma narsasini o'qish davomida, xullas mana shularni bosqichlardan o'tib bir marta ota-onam o'zligini yuborganman, undan keyin birga sayohat qilganman, chunki biz til bilmaymiz, biz bilan birga bor deyishgan, keyin undan keyin birga sayohat qilganmiz, undan keyin o'zim sayohat qilganman, o'rtog'im bilan chiqib aylanib kelganmiz va hozirgi paytda ko'rib turishingiz mumkin, men bitta rasmda Toshkent davlat tibbiyot universitetida o'qituvchilarga dars beraman. Bizda professor o'qituvchilar juda ham katta, ustozlar bor, professorlar, dekanlardan tortib eng kattasidan kichkinasigacha hamma o'qituvchilarni, kimda speaking muammosi bo'ladigan bo'lsa, ularni o'zim o'qitaman. Va networking albatta, chunki doim qandaydir muvaffaqiyatga erishib boshlaganingizda atrofingizda aynan mana shunaqa muvaffaqiyatga erishgan insonlar bo'lishni boshlaydi va bizda networking komanda bor. Hozirgi paytda juda ham ko'p odamlar bilan birga ishlaymiz. Qaysidir ma'noda ularni ham ish bilan ta'minlashga, ularni ham oilasiga qanchadir summa pul olib kirishiga sabab bo'layotgan odamlardan bittasiman. Aynan mana shu bitta ingliz tili kasbim orqali va bundan tashqari juda ham ko'p o'quvchilarga ingliz tilidan yordam berib, ularni ham hayotlarini yaxshilashga, bundan ham muvaffaqiyatli inson bo'lishlariga yordam berib kelmoqdaman. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi bepul darsimizdan rostdan foyda ola olasizmi degan savolga men 100% ha deb javob beraman. Chunki bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu aynan onlayn darslarimdan, tekin darslarimdan kelgan o'tizlar ko'rishingiz mumkin. Уже safer speaking tayyorman, ustoz deganlarimiz bor. Juda effektivniy dars bo'ldi deganlar bor. Men erkinroq gapirishni o'rgandim degan o'quvchilar bor. Bu bitta onlayn darsda o'zida o'tirgan tekin darsini o'rgangan o'quvchilardan kelgan o'tizlar. Darsizga kirmaganimda vashshi dumkada yurardim. Speaking va reading qilishni bilib oldim. Mana shu kabi SMSlar menda juda ham ko'p keladi. Siz darsiz shunaqa zo'r-ku, o'qimaydigan odamni o'qitib boradi degan juda ham ajoyib o'tizlar bor menda. Bu aynan o'zimning o'quvchilarim, o'zimning o'quvchilarimiz darslarimga kirgan, doimiy onlayn darslarimda, tekin darslarimda qatnashib yuradigan o'quvchilardan kelgan o'tizlar. Xo'p, video darsi oxirigacha ko'rsangiz, sizga zo'r bonuslar tayyorlab qo'yganman. Aynan mana shu bonuslarni ham siz olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu qanday bonuslar deydigan bo'lsangiz, 1 daqiqada ideya topish video darsini beraman. Shunaqa o'rtoqlar, 1 daqiqaning ichida ideya topib zo'r gapirib borsa bo'ladi. Faqatgina to'g'ri metodikada o'rgansiz, to'g'ri metodikada yondashadigan bo'lsangiz, aslida ingliz tili speaking siz o'ylaganchalik qiyin emas, lekin buni qilish kerak, boshlash kerak. Qachon boshlaganingizda qilganingiz zo'r natijalarga, zo'r rezultatlarga erishib boshlaysiz.
Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu mani video darslarim va mualliflik kitoblarim. Bu Active Vocabulary va buni video darsligi qanday ishlash kerakligi bilamiz. Juda ham ko'p o'quvchilarda yuqorida aytib o'tdim. Passiv vocabulary bor. Doim biz vocab yodlaymiz, qilamiz, nimadirlar qilamiz, lekin aynan ishlatishga kelganda tormoz bo'lishni boshlaymiz, to'g'rimi? Chunki bizda passiv har doim yodlagan narsalarimiz passiv bo'lib ketaveradi. Men sizga active vocabularyni ishlatishni, qanday qilib yodlagan so'zlaringizni aktivga o'girib zo'r gapirishni o'rgataman. Undan tashqari 35 kunda speaking chiqarish kun tartibi o'rtoqlar bunaqa kitob hech qayerda yo'q. Ishoninglar topolmaysizlar. Bu ham o'zim mualliflik kitobim. Noldan boshlab bitta o'quvchi qanday qilib 35 kunda speaking chiqarishi mumkin degan savolga aynan mana shu kitobda javob olasiz. Bu yerda bosqichma-bosqich, step by step hamma narsa o'rgatilgan. Birinchi kuni qanaqa mavzularni o'rganishingiz kerak, nima grammatikani o'rganishingiz kerak, qanaqa so'zlarni yodlashingiz kerak, qaysi topikda gapirishingiz kerak bo'lgan hamma narsasi berib o'tilgan. Undan keyingisi Area Boost kitobi. Bu kitobda ideyalaringiz, bu kitob oladigan bo'lsangiz, foydalanadigan bo'lsangiz, ideyalar oqimi to'xtamasdan kelishni boshlaydi sizga. Ideyalarni qanaqa keltirish mumkin, o'zi qanaqa ishlash kerak ingliz tilida degan savolga birinchi marta javob topasiz deb o'ylayman. Aynan mana shu kitob orqali, chunki bu yerda eng muhim bo'lgan texnikalarni berganman, texnikalarni o'rgatganman va o'ylayman bularni o'qiganingizdan keyin bemalol ingliz tilini zo'r gapirib keta olasiz. Sizni ingliz tilida gapirtiradigan darsni demak boshladik o'rtoqlar. Gapirdim, o'zi qani dars deydigan o'quvchilar uchun mana endi darsimiz boshlandi. Diqqat qiling va kamera qarshisiga yaqinroq o'tirib oling o'rtoqlar. Demak, ketdik. Birinchisi Idea Bank. Bilamiz juda ham ko'p o'quvchilarda speaking bor. Qaysi ma'noda bor? So'z boyligi bor, grammatikani biladi, vроде qanaqa gapirish kerakligini biladi, lekin nima qilsa gapirish mumkinligini bilmaydi. Ideya kelmayapti deb o'ylaydi, gapira olmayapman deb o'ylaydi. O'zidan qoniqish hissi kamayib ketadi-da. Aynan mana shularni bugun siz bilan o'rganamiz. Ketdik. Birinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa nima deydigan bo'lsangiz, doim bizda savol bo'ladi-da, lekin javob berishimiz kerak bo'lgan narsa bu why degan question bo'ladi. Yes, always answer where do you live? Misol uchun, men qayerda yashaysan? Aytaylik, men Toshkentda, men O'zbekistonda yashayman. Why? Nimaga? Yeah, it's a simple question, but you need to answer it. Why? Because chunki men shu yerda katta bo'lganman, chunki men shu yerda tug'ilib o'sganman degan javobni bera olishingiz kerak. Hamma savollar tagida why degan savol yotadi. Aynan mana shu savolga javob topadigan bo'lsangiz, sizda hech qanaqa ideyalar bilan bog'liq muammolar bo'lmaydi. Keling ko'rib chiqamiz. Well, the first question is about why do you choose this university? Aytaylik, siz bironta bir universitetda o'qiysiz yoki ishda ishlaysiz. And that question is about why do you choose this university? Va savol, nega bu universitetni tanlagansiz? Choose degani tanlamoq. Aynan nimaga bu universitetni tanlagansiz? Nima uchun o'qiysiz? And nimaga javob berishingiz kerak? Do you choose this university emas. Siz why degan questionga javob berasiz. Nimaga aynan bu universitetni tanladingiz? Nima uchun? Aytaylik, har xil variantlaringiz bo'lishi mumkin-da. Aynan mana shularni bitta berishni boshlasangiz, o'sha ideyalar bo'yicha muammolar kamayishni boshlaydi. Va bitta narsani aytib o'tmoqchiman o'rtoqlar. Ingliz tilini endi boshlayotgan o'quvchi ideyalar kelishda qiynalyaptim. Demak, o'zida bor narsani gapirishga, hech narsa qo'shish kerak emas. Biz aytamiz, chunki ingliz tili yolg'onchiroq til, xohlagan narsani, hamma narsani gapirishing mumkin deymiz. Lekin yo'q. Endi o'rganayotgan o'quvchi qiynalmasligi uchun o'zida bor hayotidan kelib chiqib, hayotdagi tajribalarni gapirishi kerak bo'ladi. Shuning uchun siz xuddi shunaqa qiling. Well, endi qarang. Gaplarni bir-biriga bog'lamaslik, deb qolamiz-da. Ana shularga shunaqa bo'lmasligingiz uchun hozir oldindan zararni ko'rib keting. However, gapiryapmizda deb qolmasligimiz uchun bizga linking words kerak bo'ladi. Why degan questionga javob berayotganimizda. O'shaning uchun bu so'zlarni yaxshilab bilib oladigan bo'lsangiz, siz demaysiz-da, o'sha demoqchi bo'lgan joyingizga however, therefore, moreover, nevertheless, whereas degan so'zlarni qo'yib ketadigan bo'lsangiz, sizda degan narsalar o'sha sekin-sekin kamayishni boshlaydi, lekin bu ham prosesda jarayonda ketadi. Bittada qila olmaysiz. Sekin-sekin, bitta, ikkita, uchta, to'rtta darsdan keyin sekin ko'rinishni boshlaydi. Okay? So, misol uchun, in fact, even though misol uchun, I bought speaking hub course. In fact, because mana shunda desangiz ham bo'lardi. I bought the speaking course. Deb keyin yana nima deyishim kerak degan why degan questionga javob berishingiz kerak-ku. O'sha paytda aytvorsangiz bo'ladi. Because in fact, I'll be B1 in 2 months. Chunki men 2 oyda B1 darajada bo'laman. Aynan mana shuni gapirmoqchi bo'lsangiz, mana ko'ryapsiz, qaysi paytda ishlatish kerak, qaysi paytda qo'yib ketish kerak. Xuddi mana shunaqa qilib ishlatadigan bo'lsangiz, sizda degan savollarga javob qolmaydi. Endi ketdik, demak darsimizlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, aynan mana shu savolga turli xil savollarda, turli xil yo'llarda javob bersa bo'ladi. Men bugun sizga qanaqa javob berishga eng simple variantlari bilan ko'rsatib o'taman. Yaxshiroq yaqinlashib oling.
Ho'p, I choose this university because it's famous bo'lishi mumkin. Famous mashhur degani, yes, mashhur bo'lishi mumkin bu universitet. Judayam nomdor bo'lishi mumkin. Close to my house, uyimga yaqin bo'lishi mumkin. O'shaning uchun good for my major. Major degani mani kasbim, yo'nalishim degani. Mani kasbimga, yo'nalishimga juda ham yaxshi, o'shaning uchun men bu universitetni tanladim deyishimiz mumkin, ya. I choose this university because it's good for my major. Agar I choose this university because it's famous and close to my house. ikkita variant ham bo'lsangiz bo'ladi. Uyimga yaqin. And also, the teachers are kind, helpful, friendly. Ustozlar qanaqa? Mehribon, yordam beradigan, do'stona, yes? Yokida and they always support, help, guide students. Ular har doim o'quvchilarni podдержка qiladi, yordam beradi, to'g'ri yo'l ko'rsatadi demoqchi bo'lsak, buni ham ishlatsak bo'ladi. Qarang, grammatika qiyin emas. Bu yerda qiyin grammatikani o'zi yo'q, present simple'da ketaveradi va so'zlarni ham qiyin emas, misol uchun. Lekin bularni qo'yib gapira olmasligingiz sizda muammo, ko'ryapsizmi? O'zi aksariyat mana bitta gapirayotgan gaplarim juda ham ko'p o'quvchilar biladi, lekin aynan qilib bera olmaganligi uchun ham muammolarga duch kelishni boshlaydi. Aynan shunaqa gapira olmaganligi, strukturani bilmaganligi, qanday metodikada gapirish mumkinligini bilmaganligi uchun. Ko'ryapsizmi? Bu yerda also degan so'zni qo'shib ketyapmiz, ya. Bu demasligingiz uchun. I choose this university because it's famous and close to my house. Also, the teachers are kind and helpful. They always guide students. Yeah, you see? Xohlagan variantlardan xohlaganingizni tanlab gapirsangiz bo'ladi. And next one. For example, my English teacher, mana bu yerda example berib ketyapmiz. Yana ham gapimizdan tasdiqlovchi uchun. Sizga ko'p gap kerak emas gapirishingiz uchun. Faktik ma'lumotlarni gapirib ketaverasiz, bo'ldi. Har doim shunaqa qilasiz. Xoh IELTS ga tayyorlanayotgan bo'ling, xoh TOEFL ga tayyorlanayotgan bo'ling, xoh endi inglizini o'rganayotgan bo'ling. Lekin birinchi darsini speakingni gapirish o'rganmayapsiz, mo'rton. Demak, siz noto'g'ri metodikaga inglizini o'rganyapsiz. Tabriklayman. To'g'ri metodikada esa biz darsimizdan davom etamiz. For example, my English teacher explains clearly, judayam aniq tushunarli qilib tushuntirib beradi. Gives good advice, yaxshi maslahatlar beradi. Always smiles, har doim kulib turadi ustozim, misol uchun. Ha? Keyingisi yana in addition qo'shyapmiz. Demayapmiz-da, mana ideyaga qo'shib ketyapmiz. In addition deganimiz bu yana qo'shimcha qiladigan bo'lsam dotim, o'sha bizda extra ideya kerak degani. In addition, the university has modern buildings. Universitetda nimalar bor? Modern buildinglar bor and big library, katta kutubxona bor and many clubs for students va judayam ko'p klublar bor. Ya'ni club degani bu ana barda degan klub emas. Bu yerdagi klublar, misol uchun speaking club bo'lishi mumkin, reading club bo'lishi mumkin, har turli xil challenge bo'lib bo'lgan turli xil challengelar qiladigan klublar bo'lishi mumkin. Aynan shu narsa nazarda tutilgan. Okay, another reason is that va boshqa sababini aytadigan bo'lsam, ko'ryapsiz, bu yerda уже bizda keyingi sabab ketyapti. Another reason is that the lessons are interesting va darslar qanaqa? Qiziqarli, useful, foydali, easy to understand, tushunishga juda ham oson deylik. Aynan mana shu yerda ketaveradi. And besides, bundan tashqari, the students are polite, active, positive. Studentlar qanaqa universitetda? Juda ham ular xushmuomala, aktiv, pozitivniy. So I enjoy studying with them. Va men ular bilan o'qishdan mazza qilaman demoqchi bo'lsak, gap ketaveradi. Although, shunga qaramasdan, although studying is sometimes hard, stressful, busy. Although degan shunga qaramasdan o'qish ba'zida qiyin, stressful va juda ham ko'p dars qilamiz. Degan ma'noda I always try my best. Darslar qiyin, stressli, ko'p bo'lishiga qaramasdan, men har doim harakat qilaman eng yaxshisi bo'lishiga. Misol uchun I try my best degani maksimum harakat qilaman degan ma'noda ketyapti bu yerda. Siz ham shunaqa harakat qilasiz, to'g'rimi, universitetda? Ayniqsa birinchi kursda. And that's why shuning uchun I feel happy, proud, lucky to study here. Shuning uchun ham men bu yerda o'qiyotganimdan faxrlanaman, o'zimni xursand his qilaman va o'zimni omadli his qilaman. In conclusion, we always need in conclusion, guys. Bizga har doim conclusion part kerak bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, gapi boshi, o'rtasi va oxiri bo'lishi kerak. Har qanaqa vaziyatda, farqi yo'q, qanaqa darajada speaking qilayotganingizda, lekin bizda doim shunaqa narsa bo'lishi kerak. In conclusion, I think this university is the best place for me to learn new things, make friends, build my future. Va o'ylayman, bu universitet juda ham zo'r joy men uchun, yangi narsalarni o'rganish uchun, do'stlar orttirish uchun hamda meni karyeramni, kelajakdagi karyeramni qurish uchun, tushundingizmi, o'rtoqlar? Bitta narsani qanaqa gapirsa bo'ladi. Mana bu yerda qiyin grammatik mavzuni o'zi yo'q, qiyin so'zlarni o'zi yo'q. Просто siz mana bu yerdagi bilishingiz kerak bo'lgan linking wordlarni qanday qilib ulashishni, qaysi gapdan keyin nimani ulashishni o'rganishingiz kerak. Va shunchaki bosqichma-bosqich gapirib ketaverasiz. Birinchi safar mana birinchi aytdik, universitetim nimaligini,
Nimaga tanlaganimni, ustozlarim qanaqa ekanligini aytdim. Bitta example berdim va undan keyin universitet o'zi qanaqa, oʻtdagi o'quvchilar o'zi qanaqa, o'qish qanaqa va men o'zimni qanaqa his qilaman degan savollarga javob berdik. Har doimgi javob beradigan savolingizda, misol uchun ish bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, bitta odam bilan yangi tanishgan odamingiz haqida gapirib berasizmi, farqi yo'q. Hammasi xuddi mana shunaqa qilib javob berib ketasiz o'rtoqlar. It's not difficult, it's really easy. Agar to'g'ri yo'lda, to'g'ri metodikada o'rganadigan bo'lsangiz, bu juda ham zo'r. Xohlasangiz o'zingizga mana shu narsani skrin qilib oling-da. Bitta o'zingiz mana shunaqa tayyorlanib gapiring. Aynan mana shu berilgan, ko'rsatilgan gayddan foydalanib, chunki bu sizga gayd qanday gapirish kerakligi bo'yicha. Mana bitta savolga why degan savol, why do you choose this university degan savolga qanchalik javob bersa bo'ladi, ko'ryapsizmi? And you also need to learn like this. Va siz ham xuddi shunaqa tarzda o'rganishingiz kerak, xuddi shunaqa gapira olishingiz kerak. Va it's possible to speak from the first lesson. Va birinchi darsdanoq gapirishni mutlaqo imkoni bor. Darajasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Va men bunga garantiya beraman 100%. Agar to'g'ri metodikada, ya'ni meni metodikamda ingliz tilini o'rganadigan bo'lsangiz, demak davom etamiz o'rtoqlar. Dars qanaqa bo'ldi? Bu yerda vaqtimiz chegaralangani uchun qisqa gapirdim, tez tushuntirib berdim. Odatda bunaqa darslarimda juda ham ko'p bo'ladi. Agarda sizda ham xuddi shunaqa fikrda bo'ladigan bo'lsangiz, misol uchun speaking yaxshilandi, bu bitta dars o'ziga o'tib bilan o'rtoqlar, speaking vocabulary kuchaydi. Yes? Bunday tarzdagi darslarni har kuni bo'lishini xohlaysiz, to'g'rimi? Mana buni orqadagini yaxshilab qaytaring. Misol uchun ko'rayotgan bo'lsangiz agar, speaking yaxshiroq bo'lish uchun sizga bir marta emas, 2-3 marta yaxshilab takrorlab ko'ring va bitta bu yerda university emas, boshqa narsalarni ham, friend haqida gapirsangiz bo'ladi. Job haqida, ishingiz haqida gapirsangiz bo'ladi. Nimaga aynan bu ishni tanladingiz degan savolga ham javob bersangiz bo'ladi va xuddi mana shu shablon, xuddi mana shu gayddan foydalansangiz bo'ladi. Yo'riqnomadan foydalanib, bemalol men 100% kafolat beraman, gapira olasiz. Yaxshilab tushunmagan bo'lsangiz. Endi o'rtoqlar, bilaman, bunday darsdagi, bunaqa tarzdagi darslarni har kuni bo'lishini xohlaysiz. Why not? Nimaga? Ingliz tilida speakingingizni zo'r o'stirishingiz mumkin, birinchi darsdan gapirishingiz mumkin va temalarni juda ham oson tarzda o'rganishingiz mumkin degan offer, taklif berilayotganda nimaga why not bo'lishi kerak? Nimaga yo'q degan javob sizda bo'lishi kerak. And that's why I think that I know that you know that's how to speak. Va men bilaman qanaqa gapirish kerakligini juda ham xohlaysiz. Ya'ni inglizda tezroq, ko'proq gapirishni juda ham xohlaysiz. And that's why agarda ingliz tilida to'xtamasdan tez va ravon gapirishga 100% kafolat beraman desam, nima deysiz o'rtoqlar? Yana qisqa muddat ichida va birinchi darsdan gapirishingiz aniq, bu kafolatlangan deydigan bo'lsamchi? Tabriklayman o'rtoqlar. Aynan mana shu narsaga joyiga yetib keldik. Siz Speaking Hub onlayn kursini o'quv dastur metodikasi asosida gapirishni boshladingiz. Yuqorida aytib o'tgan aynan o'sha tushuntirib bergan speakingdagi topiki, misol uchun why do you choose this university degan savolga javob qanday tayyorlash mumkinligi aynan mana RSP metodikam orqali tushuntirib berilgan o'rtoqlar. You see that it's not difficult, it's really easy one, juda ham oson. Qanday gapirishligini, to'g'ri strukturani, to'g'ri sistemani biladigan bo'lsangiz, bunday gapirish sizga juda ham oson bo'ladi. It's not difficult. Xo'p, aynan mana shu usulda qarang, hozir ko'rgan narsangiz, men qisqa muddatda gapirib berdim, chunki bizda vaqt chegaralangan bu yoqda. Yarim soatdan bo'lmadi, misol uchun 0.01% berganim o'zida natija ola olasiz bemalol. 2 oyda to'liq modullar tugatsangiz nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'ring. Men 2 oy o'qiyapsiz-da, xuddi mana shunaqa yengil, yo'q tarzda hamma narsa oson tushuntirilgan, mazza qilib, og'zingizga solib qo'ygan, faqat yana deb yutsiz bo'ladigan zo'r yo'nalishda o'qishni xohlasangiz, xohlaysiz ham deb o'ylayman, chunki baribir pul sarflayapsiz, baribir boshqa joyda o'qiyapsiz, baribir offlayn kurslarga boryapsiz, vaqtingiz ketyapti, eng qadrli narsangiz ota-onangizni ishonchi ketyapti, yaqinlaringizni ishonchi, voy men palonchani o'g'li IELTS ham bunaqa bo'lyapti, voy men paloncha chet elga ketib, sen qachon ketasan, sen qachon o'qishni tugatasan degan savollardan bezgansiz, charchagansiz aynan unda. Bunaqa savollar juda ham menga tanish. O'shaning uchun o'rtoqlar, sizga ko'rishingiz mumkin. Bu mani General English kursimda o'qigan o'quvchilar. Bularni seferga, sertifikatga tayyorlamaganman men. Bu bazani o'zi. Men General Speaking yaxshilashga yordam beraman o'quvchilarga va bunda o'quvchilar qanaqa natija oladi deymizmi? General English yaxshilanadigan bo'lsa, bular shart emas. Sefer IELTS kurslariga bor. Shundoq ham 2 oyda B1 darajaga erisha olishadi. Va buni isboti, misol uchun, birinchidagi qizim bular ordinaturada o'qiydilar, ikkinchisi bu magistratura uchun B1 kerak bo'lgan, bu bilan vashida bir oy shug'ullanganmiz. Bundan keyingisi Salohiddin degan o'quvchim, bular 0 dan kelganlar, IELTS ga registratsiya qilib qo'yib, keyin ingliz tilida gapirish boshlaganmiz. Speakinglari bundan ham yaxshiroq bo'lgan, просто IELTS da har xil holat bo'ladi, o'shaning hisobiga ozgina ballar past chiqqan speakingdan, lekin unaqa darajada emas edim.
Va oxiridagi qizimiz bular o'qituvchilar, maktabda ishlaydilar. Bularga ham ingliz tili sertifikat juda ham kerak bo'lgan. Aynan bular general English oshirishgan holatida yaxshigina natijaga erishgan, sertifikat olishgan. Bular hech qanaqa man tayyorlamagan seferga. Okey, o'rtoqlar. Xo'p, mm, siz ham bemalol gapirib keta olasiz. Bu yoqda o'zi bilan ko'rishingiz mumkin. Ustozi tasodifan uchayotganidan kurslarga qo'shilganmi? Bu mani kursimda hozir manda kursimda o'qiyotgan o'quvchilarning o'ttivi. Darslar juda ham tushunarli, bosimsiz, tartib bilan, ayni juda ham qulay tarzda. Bemalol javob bera oldim, bemalol gapira oldim. Degan narsalarni ham o'ttiz bilan ko'rib turibsiz o'rtoqlar. Siz ham xuddi shunaqa gapira olasiz. Siz ham bu xuddi shu mana shunaqa o'quvchilardek bo'la olasiz. Hop, o'rtoqlar 2 oydan qarang, 0 dan boshlab 2 oyda to'xtamasdan gapirasiz. Idealari VIP bo'ladi. 63 xil mavzuda erkin fikringizni bildira olasiz. Aynan men Speaking Hub kursimda 2500 aktiv vokabularga ega bo'lasiz va bundan tashqari 4 ta skills o'sadi. Biz nafaqat sizni speakingizga yordam beramiz, balki reading, listening, writingizga ham yordam beramiz va 2 oyda general englishingizni zo'r qiladigan bo'lsangiz, haqiqiy strong B1 natijaga erishasiz. Zo'rku. B1 natija degani o'zingiz haqingizda bemalol gapira olasiz. Sayohatga chiqa olasiz, ishxonada ishlay olasiz. Sertifikatingiz bilan qayergadir ishga yoki nimagadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol, misol uchun magistraturaga kirisha oladida. Bizda agar yo'nalishingiz ingliz tili bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol boshqa yo'nalishdagi bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol B1 bilan magistraturaga, ordinaturaga, universitetga, hamma joyga kirishingiz mumkin. 2 oyda shu narsaga men kafolat beraman o'rtoqlar. Yaxshi o'qisangiz, vazifalarni 100% bajaradigan bo'lsangiz, siz bu haqiqat, ba'zida 2 yilda ololmagan natijamizni nerealniydagi ko'rinishi mumkin, lekin bu it's possible, that's why you can also do it. Hamma quvvatni demak siz ham qila olasiz o'rtoqlar. Xo'p, darajasidan qat'iy nazar 2 oyda haqiqiy B1 levelga ega bo'lasiz. Keyin 2 oylik IELTS kursiga borib 7+ ola olasiz. Mana kursimni tugatganingizdan keyin strong B1 bo'lib chiqasiz va undan keyin misol uchun yo'q, menga B1 emas, B2 kerak, menga 5 emas, 6, 6,5 kerak IELTS dan deydigansiz. Undan keyin 2-3 oylik IELTS kurslariga borib turib, speakingizni qolgan sectionlaringizni yana ham yaxshilab, IELTS speaking texnikalarini o'rganib turib, bemalol topshiradigan bo'lsangiz, tezroq 2x natijaga, 2x rezultatga erishasiz. Chem 1 yil, 2 yildan beri qanaqadir kurslarga, qanaqadir o'quv markazlariga borib yurganingizdan ko'ra bu ancha samaraliroq va foydaliroq bo'ladi sizga. Okay, 100% kafolat beradigan kursim o'rtoqlar. Agar kim rosa inglizini zo'r qilmoqchi bo'lsa, 2 oy ichida yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsa, o'zi, oilasi, yaqinlari, qarindosh urug'lari haqida gapirmoqchi, chet elga chiqqanda bemalol o'zini eplamoqchi, ishxonasida yangi odamlar bilan tanishganda, restoranga borganda, shopping qilmoqchi bo'lganda, bemalol gapirmoqchi bo'lsa, yangi odamlar bilan, chet elliklar bilan kommunikatsiya qila olmoqchi bo'lsa, marhamat, sizni men kursimga taklif qilaman. Va bu kursimda kurs qanaqa bo'ladi, kursda nimalar o'tiladi, sizga hozir tushuntirib beraman. Xo'p, o'rtoqlar, kuchli nazorat tizimi bo'ladi bizda. Tarifga ko'ra men bilan yoki kuratorlar bilan dars vazifalari bo'ladi. Vazifalar tekshiriladi, davomat qilinadi. Bizda vazifa tekshiradigan ustoz alohida, dars o'tadigan ustozlar alohida. Ya'ni bu degani vazifalaringiz ochiq qolib ketmaydi, tez javob beriladi. Ya'ni juda ham mas'uliyatli ustozlar ishlaydi bizda. Xuddi mendek, xuddi o'zim qanaqa mas'uliyatli bo'ladigan bo'lsam, ular ham xuddi shunaqa darslar ketma-ket 3 marta vazifa qilinmasa, speaking guruhdan chiqazib yuboriladi. Bu yana ham intizomni, tartibni saqlash uchun qilingan. Yaxshi o'qiydigan bo'lsangiz, sizda shundoq ham natija bo'ladi, o'ynat. Xo'p, rag'bat tizimi bor bizda, svetofor o'yini, har bir qoldirgan vazifa uchun qizil, har bir vazifani to'liq bajaradigan bo'lsangiz sariq va sariq bizda kech bajarilgan vazifalar uchun beriladi va yashil har bir bajargan vazifangiz uchun beriladi. Xo'p, rag'bat tizimi bor. Bizda 2 oylik kurs bor va kurs oxirida zo'r natija ko'rsatgan 3 ta o'quvchiga mana bu rag'bat tizimi asosida biz tanlab olamiz. Zo'r natija ko'rsatgan 3 ta o'quvchiga birinchi o'ringa $100 mukofoti, ikkinchi o'ringa Safer set to'lab beramiz, ya'ni Safer anaqasini pulini, Safer ekzamen pulini va uchinchi o'rin uchun esa 30% puli qaytarib beriladi o'quvchilarga. Va bizda jamiyatimiz bor, speakingchilar klubi degan jamiyatimiz bor. Aynan mana shunga o'quvchilar VIP tarzda qo'shilishlari mumkin, ya'ni ularga full dastur beriladi. O'quvchilar orasida 5 ta klub sardorlari tayinlab olinadi va har hafta bizda speaking darslari olib boriladi. Kurator bilan haftada 3 marta ishlaysiz va undan tashqari o'zingiz, misol uchun, guruhdoshlaringiz, boshqalar bilan bemalol speaking club sizga tashkil qilib beramiz. Mazza qilib inglizini o'rgansangiz bo'ladi. Motivatsion tizimi bor albatta, chunki 3 marta kurator bilan dars, 1 marta bilan darslar bo'ladi, ingliz tili darslari. Ya'ni hafta davomida 3 marta ustozlar bilan ishlaysiz va 1 marta butun haftalikdan hamma savollaringizga javob berib, tushunmagan joylaringizni tushuntirib ishlaydigan va motivatsiya kerak bo'lsa, qanaqadir savollaringizga javob beradigan odam bu shaxsan men o'zim bo'laman. Va bizda 8 yil tajribaga ega psixolog tomonidan mini kurslarimiz ham bor.
Ho'p, bonuslarimiz o'rtoqlar, aytdim boya sizga, bizda siz faqatgina speakingizni rivojlantirasiz, balki reading, writing, listeningiz ham rivojlanadi dedim. Qanday qilib deydigansiz, mana Reading 21 bizda kitob bor, uni beraman sizga. Listen up mini kursimiz bor, uni beraman sizga. Kurs ichida hammasi sekinga ketadi. Va so'z yodlash, so'zlarni qanday qilib aktivda ishlata olish va so'zlarni qanaqa qilib yaxshi yodlab qolsam bo'ladi deydigan savollaringizga bizga mnemonika kursi bor. Uni ham sizga beraman. Shaxsiy rivojlanish uchun, IELTS mindset rivojlantirish uchun, xotira samadorligini yaxshilash uchun albatta bizda kurs bor. Xo'p, 3 kun speaking darslari bo'ladi, 3 kun grammatik lesson bo'ladi, video darslar bo'ladi. E'tibor bering o'rtoqlar mana shu joyga. Bizda 3 kun grammatik video darsliklar bo'ladi. Ya'ni siz video darslarni ko'rasiz, vazifalarni bajarasizda, keyin vazifalaringizni ustozga yuborasiz, ustoz tekshirib beradi. Undan keyin speaking darsiga kirasiz va o'shandan keyin vashi zo'r bomba ishlashni boshlaydi. Ustoz albatta tushunmagan joylarni tekshirib tushuntirib beradilar va chunki biz birinchi dars o'zini speaking qilamiz. Birinchi darsni speakingdan boshlaymiz. O'shaning uchun we need this va bizga juda ham kerak bo'ladi. O'shaning uchun haftada 3 marta speaking darslari kuratorlar bilan, 3 marta grammatik video darsliklar yuboriladi. Vazifalaringiz hammasi video darsga tushuntirilgan, tushunmagan vazifalaringiz qayta va qayta ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz va bu kursga do'stib sizda bir umrga qoladi o'rtoqlar. Bir umr mazza qilib ingliz tilini o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni xohlagan paytingiz ochib o'qisangiz bo'ladi. Va undan tashqari bir kun men bilan darsliklar, jonli darslar bo'ladi. Xo'p. Endi aha. Agarda kursda o'qib 100% vazifalarni qilib natijaga chiqmaydigan bo'lsangiz, plyus 100% qaytarib beraman. Chunki men o'zim aytaman, birinchi darsdan har bitta o'quvchini gapiradi. Bunga 100% kafolat beraman va 2 oy ichida kursda zo'r, rostdan hamma vazifalarni qiladigan bo'lsangiz, natijaga chiqmasdan qolmaysiz. Agarda hamma vazifalarni qilib turib ham, shuncha narsani ishlab ham, menda natija bo'lmadi deydigan bo'lsangiz, marhamat, sizga plyusda qaytarib beramiz o'rtoqlar. O'shaning uchun bu bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q. Xo'p, taqdirlash bo'ladi bizda. Albatta, kurs oxirida offlayn uchrashuv bo'ladi. Offlayn uchrashuvda bitiruv diplom beriladi, bayram qilamiz, o'yin kulgi qilamiz va 3 ta o'ringa tepada aytib o'tganimdek 3 ta o'ringa biz sovrinlarni topshiramiz, pullarni, sovrinlarni topshiramiz, taqdirlash marosimi bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, kurs o'zi qanaqa deydigan bo'lsangiz, modullar bilan tanishtirib chiqaman. Birinchisi bu mana birinchi tanishuv moduli, mana qarang. Eng boshidan boshlayman, salomlashishdan, o'zingizni tanishtirishdan, oila a'zolari haqida gapirishdan boshlangan va grammatik mavzular to be dan boshlanadi, am, is, are dan boshlanadi. Lekin siz grammatika bilan qolib ketmaysiz. Biz faqat sizga speaking qilishingizga, ko'proq speaking qilishingizga yordam beramiz. Shuning uchun mazza qilib ishlaysiz. Vocabulary qo'shimcha materiallar bo'ladi bizda. Darsdan natija o'zingiz haqingizda birinchi darsdan gapira olasiz. Birinchi darsga kirganingiz o'ziyoq siz o'zingiz haqingizda bemalol gapira olasiz. O'zingiz nima qilishingiz, hobbilaringiz va ikkinchi, uchinchi darsdan oila a'zolaringiz nimani yoqtirasiz, nima yoqtirmaysiz, mana shular haqida gapirishni boshlaysiz. Ikkinchi modulimiz bu hozirgi zamon moduli, hozirgi hayotingiz, kun tartibingiz haqida gapirishni o'rganasiz. O'tgan zamon, uchinchi modulimiz bu o'tgan zamon haqida gapiramiz, ya'ni oldin nimalar qilgansiz, nimalar qilmagansiz, qanday qilish kerak, unutilmasa voy kechagi kuningiz, umuman past simpledagi hayotingiz haqida gapirib berasiz xullas. Va undan keyin esa kelasi zamon moduli, kelajakdagi rejalaringiz, planlaringiz haqida gaplashamiz bu modulda. 5-modulda hissiyotlaringiz va ehtiyojlaringiz. E'tibor berib o'tgansiz, hammasi speaking video darsliklar bor, grammatik darslar bor, qo'shimcha materiallar hamda vocabulary bor. Ko'rib turganingizdek, hamma narsasini biz bitta kombinatsiya qilib yig'ishni boshlaganmiz. Xo'p, 6-modulda jamiyat va ta'lim haqida gaplashamiz. Biz siz bilan 7-modul tasvirlash va taqqoslash, odamlarni compare, contrast deymiz biz. Bilamiz, qo'shni bola sandan yaxshiroq o'qiyapti degan gap bor. Aynan mana shularni ingliz tilida qanaqa gapirishni o'rganamiz. Xo'p, keyingi modulimiz real va unreal bo'lmagan holatlar, ifli gaplarni o'rganamiz. Bilaman, ifli gaplar juda ham o'quvchilarni qiyin deydi, lekin men sizga so'z beraman, aynan mana darsimdan keyin ifli gaplarda hech qanaqa muammoingiz qolmaydi. Va undan keyingi modulimiz hayot tarzi, уже bu sport, entertainment, technology haqida gapiramiz. Bu degani уже вещи образованиедagi yuqori levelda o'tyapsiz B1 darslari, B1 darajadagi darslar. 10-modul writing modul bor o'rtoqlar. Bizda bitta modul writing moduli bor. Unda bemalol ingliz tilingizni zo'r qilib rivojlantirib olsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, darslar natijalari kafolatlangan va 11-modulda esa IELTS haqida sizga full informatsiya beriladi. O'zi nima, qanday qilish kerak, nimalar bo'ladi, aynan mana shu savollarga javob beramiz sizga. Shaxsan men o'zim video darsliklar bo'ladi. Xo'p, 12-modulda bizda bonus darsliklar, bonusda bizda speaker, mehmon speakerlar bo'ladi. Ular sizga chet elga o'qish bo'yicha, tilni o'zgarlashtirish bo'yicha, mana shular bo'yicha hammasi bo'yicha speaking tayyorlab berishadi. Ya'ni zo'r narsalarni o'rganasiz.
Xo'p, 2 oy ichida darajangizda qat'iy nazar speakingda B1 bo'lishni boshlaysiz o'rtoqlar. Xo'p, 2500 so'z boyligiga ega bo'lishni boshlaysiz. Speaking bilan birga listening, reading va writing listening, reading, writing sectionlaringizdan 5x ga o'sishni boshlaydi. 63 xil mavzuda bemalol gapira olasiz. Talaffuzingiz 3 barobar yaxshilanadi. Ingliz tilini tez va ravon gapirishni boshlaysiz. Undan keyin esa motivatsiyasi tushib ketadigan o'quvchilarni aktiv smart o'quvchilarga aylantirib beramiz. Qanday savollaringizni bemalol 2 oy ichida 24 ga yetib biz sizga do'st bo'lamiz. Maksimum natijaga chiqishingizga biz o'zimiz sizga yordam beramiz. Hamma vazifalarni hamma sharoitlarni yaratib beramiz. Sizdan faqat o'qish talab qilinadi, bo'ldi. Demak, kurs aynan siz uchun ekan, o'rtoqlar. Agarda siz rosa ingliz siz 2 oy ichida zo'r qilib o'stirmoqchi bo'lsangiz, vaqtingizni, pulingizni bekorga sarflamoqchi bo'lmasangiz, tezroq natijaga erishmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aynan kurs siz uchun. Kurs narxi va tariflariga keladigan bo'lsak, buni hozir sizga hozir adminlarni raqamlarini qoldiraman. Undan bemalol kirib, kurs narxi, tariflar haqida bemalol so'rasangiz bo'ladi va narxlar juda ham optimal tarzda hamma o'quvchiga qulay tarzda qilingan. Chunki bizni ko'proq o'quvchilarga foyda berishni xohlaymiz. Shuning uchun kurs berayotgan narsamizdan juda ham narxiga arziydi. Ya'ni biz juda ham ko'p narsa beryapmiz u kursni narxiga nisbatan. Shuning uchun mazza qilib o'qiysiz. Xo'p, bonuslarni tushuntirib o'tdim. Tepadagi listening bo'yicha beriladi. Bu listen up mini kurs, bu ichki kuch psixologik dars, bu bonuslar aynan kursda o'qiyotgan o'quvchilar uchun video darsliklar beriladi va bunda mnemonikani o'rganasiz. Aynan bu dars orqali, bu darsda esa mind upgrade kursi, vaqt to'g'ri taqsimlash, umuman critical thinking, hayot tarzingizni yaxshilashga doir narsalarni o'rganasiz. Xo'p, kursda o'qiydiganlar uchun bonuslar bu tibbiyotga oid kurslarimiz bor. Ya'ni sog'lom bo'lishingiz uchun, to'g'ri uyquni sozlab olishingiz uchun, umuman hayot tarzingizni yaxshilashga yordam beradigan kurs hammasi. Va bizning mehmon spikerlarimiz ko'rib turibsiz. Psixologimiz, mnemonika bo'yicha ustozimiz Davron Bekturdiyev shaxsan shogirdlari, Aziza opa, integrativ doktorimiz va bizada infoprodyuser, ya'ni mediaga qiziqmoqchi bo'lganlar, o'zini kasbini boshlamoqchi bo'lganlar uchun ham anaqalarimiz bor. Mini kurslar va bularni narxi hammasi 2 million 45 ming kurslarni siz teppa-tekinga bepulga olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aynan mana kursini o'qish davomida o'rtoqlar. Xo'p, maxsus chegirmada kursni olish uchun hoziroq video pastdagi havolani, hozir men sizga video tagida havola qoldiraman. Havoladan o'tib turib, bemalol ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizga bepul dars 1 daqiqada ideya topish video darsligi beriladi. Mana bu havolani bosasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Hozirroq ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Aynan o'shandagina siz mana shu havolani olasiz va yokida Teacher Shahlo adminga yozasiz. Dars oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, tepadagi 1 daqiqada olish mumkin bo'lgan bonusni ham, kursga yozilmoqchi bo'lsangiz, bemalol hozir ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, mana shu kursga ega bo'lasiz. 1 daqiqada idea topish yokida Teacher Shahlo adminga yozadigan bo'lsangiz, aynan sizga yordam berishadi. Kurs bo'yicha, tariflar bo'yicha hamma savollarga yordam berishadi. Xohlasangiz Instagram, xohlasangiz telefon orqali, xohlasangiz admin akkauntga yozish orqali kursga yozilsangiz bo'ladi. Kurslarimiz tez orada boshlanadi va eng birinchilardan bo'lib yoziladigan bo'lsangiz, siz eng katta chegirmada va eng birinchi joyingizni band qilib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Chunki bizda joylar soni chegaralangan, o'quvchi ko'p bo'lgani uchun va biz songa emas, sifatga e'tibor berganimiz uchun ko'p darajada o'quvchimiz ko'proq sifatga e'tibor berishni xohlaymiz. Xo'p, bu sizning so'nggi imkoniyatingiz o'rtoqlar. Agar ota-onangiz bergan pulni ishonchini oqlash uchun, universitetga kirib eng zo'r o'quvchi bo'lish uchun, yaxshi pul topish uchun, vaqtingiz va pulingizni tejash uchun, ingliz tilini to'xtamasdan tez va ravon gapirishni boshlash uchun sizga eng yaxshi imkoniyat. Chunki bundan ortiq yaxshi variant bo'lmaydi. Agar hozir shu yerda agar mana shu yerda darsni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak bu sizni eng zo'r, eng oxirgi imkoniyatingiz, and that's why you must try. Agarda harakat qiladigan bo'lsangiz, aniq natijaga erishishingiz kafolatlangan. O'shaning uchun hozir men bittaga hoziroq video tagidagi havolani bosib ro'yxatdan o'ting. Kurs haqida sizga to'liq ma'lumot berishadi. Qanaqa savollaringiz bo'lishidan qat'iy nazar savollaringizga javob olasiz. Va men o'ylayman, sizga bu kurs ingliz tilini rivojlantirmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun bu kurs juda ham foydali bo'ladi va manfaatli bo'ladi. Agarda aytib o'tganimdek kursdan natija ola olmaydigan bo'lsangiz, pulingiz 100% qaytarib beriladi. Bundan hech qanaqa muammo yo'q va eng muhimi bonuslar. Agarda ro'yxatda o'zidan o'tib qo'yadigan bo'lsangiz, kurs olish shart emas. Misol uchun, siz shunchaki qiziqyapsiz, video darsliklarni ko'rmoqchisiz, olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol adminga yozadigan bo'lsangiz, sizga bonuslarni ham berishadi.
Siz bilan agar kursda o'qimasligingizdan qat'iy nazar, siz bilan bizani do'stligimiz doim saqlanib qoladi. Man doim sizga yordam berishdan xursand bo'laman, mamnun bo'laman. Lekin ko'proq odamga manfaatim tegsa, man juda ham yana ham xursand bo'laman. O'shaning uchun hoziroq vaqt ketdi. Pastdagi link orqali tez ro'yxatdan o'tib oladigan bo'lsangiz, siz joyizni eng birinchilardan bo'lib, chegirma narxda ham va eng birinchi bo'lib kursda yozish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Siz bilan yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.